Kichik va o'rta biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash hamda tadbirkorlar faoliyati uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida soliq organlari tomonidan viloyatimizning barcha hududlarida tizimli ravishda ochiq muloqotlar tashkil qilinmoqda. Yangi bozor tumanida bo'lib o'tgan uchrashuvda viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i ishtirok etib, soliq to'lovchilarning dolzarb muammolarini tinglab, ularni chuqur o'rganib va hal etish yuzasidan aniq va samarali choralar belgilashga alohida e'tibor qaratildi. Bu kabi muloqotlar orqali kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi o'rni yanada mustahkamlanib, yangi ish o'rinlari yaratilmoqda hamda biznes muhitini yanada yaxshilashga qaratilgan davlat siyosati amalda o'z samarasini bermoqda. Tumanda jami 1860 ta tadbirkorlik subyektlari toifalarga ajratilgan bo'lib, shundan 1844 tasi kichik, 13 tasi o'rta, 3 tasi yirik tadbirkorlik subyektlari hisoblanadi. Yangibozor tumani bo'yicha bugungi kunda soliq to'lovchi majburiyatiga ega bo'lgan jami 1800 dan ortiq yuridik va jismoniy shaxslar ro'yxatga olingan bo'lib, shulardan 1400 dan ortig'i yuridik shaxs sifatida hamda 400 nafardan ortig'i yakka tadbirkor sifatida ro'yxatga olingan. Shuningdek, o'zini o'zi band qilgan jismoniy shaxslar 5000 dan oshig'ini tashkil qilmoqda. Bugun Xorazm viloyati soliq boshqarmasi boshlig'ining Yangibozor tumanida faoliyat yuritayotgan kichik va o'rta biznes, ya'ni tadbirkorlik subyektlari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Ularning masalasi muddat talab qiladigan bo'lsa, soliq boshqarmasi boshlig'i tomonidan har bir masalaga soliq xodimlarini biriktirgan holda masalasini qisqa va tez muddatlarda yechiladigan bo'ldi. Shuningdek, uchrashuvda tadbirkorlik subyektlari 2024-yil davomida topshirgan hisobotlari va byudjetga to'lovlari va ishchilar sonidan kelib chiqib, turli xil nominatsiyalar bilan rag'batlantirildi. Soliq boshqarmasi bu jarayonni davom ettirib, biznes subyektlarida yuzaga kelayotgan muammolarni tezkor hal etish, ularni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim platformani yaratishda davom etadi.